Shu ko'chaga chiqqanda odamni orasiga kelganimda xijolat bo'lib qolaman. Yoshlari 45 yoshda. Bu opamiz shu muammo bilan keldilar. Yuzlarida toshma, qizarish muammosi bilan murojaat qildilar. Asosan bizada 30 yoshdan keyin kuzatiladi. Hozirga kelib terini anatomik tuzilishiga yoki bizani klimatimizga, ichki organlarimizga bog'liq holda hozir 20 yoshdan ham kuzatilyapti. Bu kasallik rozatsiya, ya'ni rozvoy ugri deb ataladi. Bu terida toshma toshishidan oldin terimiz qizarishi, quyoshga chiqsak yoki yuzimiz issiq suvda yuvsak, gazga borsak, ovqat qilgan paytimizda yuz qizarib ketadi. Qish kunida naborot yuz yaxshilanadi, qizarishlar yo'qoladi. Chunki qon tomirlar to'raygani hisobiga bu proses to'xtatiladi. Kun issiq paytda qon tomirlar kengayadi va yuz qizarishi yana ham kuchayadi. Davolashda bu yerda faqat yuzdan inyeksiya emas, balki bunda ichki organlarni ham tekshirish kerak bo'ladi. Kompleksni davo muolajasi olib boriladi.